Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz musofirda yurgan birodarlar, sizlar mening diyorim kanalimni kuzatib bormoqdasiz. Sizlar bilan men Muhriddin Muhammadjon o'g'li. Azizlar, bugun e'tiborlaringga srochniga arzon aksiya biletlarimiz bor. Shularni e'tiborlaringga havola etaman. Kimda kim bizdan sotib olmoqchi bo'lsa, mana shu ekanini ko'rib turgan Telegram, WhatsApp, Imo orqali bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Mana shu raqamda Telegram, Imo, WhatsApp bor. Bemalol aloqa qilsalar bo'ladi. Bundan tashqari kimda kim granitsa qilib kelmoqchi bo'lsa, granitsaga ham arzon biletlar qilib beramiz. Qani bo'lsam aviabilet narxlarini e'tiborlaringga havola etaman. Xo'p, Moskvadan Toshkentga azizlar 23-yanvardan 31-yanvargacha 5500 rubldan bez bagaj arzon biletlarimiz bor. Bagajlilari 9000 rubldan 23 kilo bagaj, 10 kilo ruchnoy, 5 kilo ruchnoylari bor. Xo'p, Moskvadan Samarqandga azizlar 23-yanvardan 31-yanvargacha 6000 rubldan bez bagajlarimiz bor. 8500 mingdan bagaji bilan bor. 23 kilo bagaj, 10 kilo ruchnoy bilan. Xo'p, Moskvadan Buxoroga azizlar. Xo'p, 23-yanvardan 31-yanvargacha 12500 rubldan 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan bor. Xo'p, Moskvadan Qarshiga azizlar 24-yanvardan 29-yanvargacha 9000 rubldan bor. 23 kilo bagaj, 10 kilo ruchnoy bilan bor. Xo'p, Moskvadan Urganchga azizlar 23-yanvardan 31-yanvargacha 9500 rubldan 23 kilo bagaj, 10 kilo ruchnoy. Xo'p, Moskvadan Vodiyga, ya'ni Namangan, Farg'onaga 11000 rubldan 12500 rublgacha bor. 23 kilo bagaj, 10 kilo ruchnoy bilan srochniga azizlar 23-yanvardan 31-yanvarga qadar aksiya arzon biletlarimiz bor. Bemalol mana shu ekranda ko'rib turgan raqamlarga WhatsApp, Telegram, Imo orqali bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Inshaalloh arzon biletlar qilib beramiz. Bundan tashqari kimda kim granitsa qilib kelmoqchi bo'lsa, granitsaga ham arzon aviabiletlarimiz bor. Bemalol kirdi chiqib qilib kelsa ham bo'ladi. Xo'p, kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentdan, WhatsApp orqali, Telegram orqali yozinglar. Inshaalloh hammaga javob qaytarishga harakat qilamiz. Kanalimizga podpisatsiya bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.